Endi siz Wildberries'da zakaz qilgan narsalaringiz pulini 80% gacha qaytarib olishingiz mumkin. Masalan, siz 400 rublga nimadir sotib oldingiz va undan 50% ni qaytarib olishingiz mumkin. Shunchaki otziv yozib. Masalan, otziv yozasiz, 400 rubldan 200 rubl sizni kartingizga qaytib tushadi. Qanday qildingizmi? Videoda oxirigacha ko'ring. Wildberries'da pul ishlashni o'rgataman. Qani ketdik bo'lmasa. Shunday telefonni qo'limizga olamizda va Wildberries'ga kiramiz va o'zimizga kerak bo'lgan xohlagan narsamizni yozamiz. Masalan, iPhone uchun chexol. Va mana shu tepada turgan 3 ta chiziqchaga bosamiz. Va rubli zavodsev opsiyasini yoqib qo'yamiz. Keyingi qiladigan ishimiz ikkita strelkani ustiga bosib, deshevli funksiyasini yoqib qo'yish. Va endi sizda bor yo'q 262 rublga iPhone'ga chexol zakaz qilib, undan 200 rublini qaytarib olish imkoniyati bor. Va o'zim ham aynan shu chexoldan zakaz qilib ko'rdim. 62 rubl uchun sifati shunchaki bomba. Va eng qizig'i, bor yo'g'i bitta otziv uchun sizga eng kamida 200-300 rubl qaytarib beradigan tovarlarning soni juda ham ko'pligi. Oh my god! Wow! Sizdan talab qilinadigan yagona narsa tovarni olganingizdan keyin 5 kun ichida tovarni rasmga olib, chiroyli qilib bitta otziv yozib qo'yish xolos. Va 15 kun ichida pulingiz Wildberries kashligingizga albatta qaytib kelib tushadi. Bu usulda o'zingizga kerakli bo'lgan xohlagan narsangizda sinab ko'ring va Wildberries'dan ko'p narsa zakaz qiladigan tanishingizga albatta jo'natib qo'ying.